Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysı yerlerdeki aziz Şərqi Türkistanlı qarindaşlarım, həmmənizlərə Allah'ın güzel salamları ve rahmeti olsun. Mən qarindaşınız Əlimer. Bugün mən sizlərə nəhayət incik ve nazik bir məsələ haqqında özümün düşüncələrini söyləyib verməkçiyim. Həmmənizlərə məlumluq bolğandək, yakında Türkiye'de 4 qarindaşımız saxçılar tərəfindən tutqun qılındı və 2 qarindaşımız qoyub verildi. Bu toğruluq tor vasitələrdə, Facebook'larda özünün kimlik aniq bolmagan bəzi bir qism kişilər tərəfindən Türkiye hökumətini və Türk xalqını qalaymakan tillaydigan, qarğılaş ayıplaydigan kişiler köpeyip kaldı. Bununla erişip Türkiye'de yaşayotgan, köp işten xabar olmagan bazı qarindaşlarımız ciddileşkenlik tüpaylı bularning yazmalarını, til hakaretlerini qollab qo'yuyordu. Undaqda Türkiye hükümetini, Türk halkını hakaretleşle, tillashla, ayıplaşla, Uygurlar qandaq payt-manfaatlarni etkilish mumkin? Acaba özünün kimligi aniq bo'lmagan ba'zi bir qism kishilarninki tor vositalarida ayıplab, yezish orqali Türkiye hükümetini, Türk halkını Sharq Turkiston davosiga texmi yordam beradigan qilib o'zgartirish mumkinmi? Ana shu kimligi aniq bo'lmagan bir kısım ağzı bozuk kişilerinki fakat Türkiye'ye qartılgan hakaretleş qaralashları nima üçün Saudiya Arabistan'a o'xshash, Dubayga o'xshash veya ki Mısır'a o'xshash, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonga o'xshash Uyg'urlarni turkum-turkumlab Xitoyga topshirib berayotgan, Xitoyga yarashilik qilayotgan, o'zining davlatida Sharqiy Turkistonning boyligini ko'tarishni, Xitoyga qarshi namoyish qilishni ochiq-oshkora cheklagan davlatlarga qarshi qo'llanilmaydi. Nimishki bu kishilar butun dunyo bo'yicha birden bir Uygurlarga umumyüzlük özünün işkini içivetken, Şarkı Türkistan davasına köngül bölüvatkan, ezelden Şarkı Türkistan davasına boğan pozisiyasını özgertip bakımgan, Türkiye'deki bir devletini hakaretleydi ve karlaydı. Bunun koşup, Xalqarada Şarkı Türkistan davasını en yaxşı ilip beriyotgan, Xitoyga qarşı en küçük zarblarni beriyotgan teşkilatlarni ve teşkilat rehberlerini karalaydı, hakaretleydi. Her vakit, her zaman kichikini bir yo'chuq tepib olsa, qo'y terisiga o'rnib olgan turklar o'tirg'i chiqdi. Hammamizga aydın bo'lishi kerakki, Sharqiy Turkiston mustaqillik davosining markazi Turkiya bo'ldi. Nimishki bundaq deymiz? Chunki atrofimizdagi davlatlarga qaraydigan bo'lsak, o'zimiz bilan millatdosh bo'lgan O'zbek, Qozoq, Qirg'izlarning davlatlariga qaraydigan bo'lsak, va yoki biz bilan dindosh bo'lgan Arablarning davlatlariga qaraydigan bo'lsak, ularning davlatlarida Uyg'urlar xotirjam yashayoladi, xotirjam berib kelalamdi, Uyg'urlarga viza beramdi. Va yoki Yevropadagi qaysi davlat Uyg'urlarni qabul qilyapti, Uyg'urlarga xotirjam berib kelish va yoki xotirjam yashash muhiti yaratib beryapti. Ana shu Yevropaga chiqish uchun qanchalagan yoshlarimiz qonunsiz yo'llar orqali, qochoq yo'llar orqali hayotdan ayrildi. Yevropadagi ba'zi davlatlar faqat o'zining e'g'izlarida va yoki Twitter hisoblarida Sharqiy Turkiston davosiga ko'ngil bo'lgandek yozimdan taqib qo'ysimi, amaliy jihatdan Uyg'urlarni o'zining davlatiga qabul qilgani yo'q. Va yoki vatanimiz Sharqiy Turkistonda turmalarda yotgan qarindoshlarimizni qutqizish uchun amaliy harakat qilgani yo'q. Türk milletiga o'xshash, Türkiye devletiga o'xshash Sharqiy Turkiston davosiga samimiy ko'ngil bo'lgan amaliy xizmatlari bilan mayli Tayland, mayli Malayziyadagi tutqun qilingan Uyg'ur qarindoshlarimizni qutqizib, bexatar bo'lgan Turkiyaning ma'lum joylariga yerlashtirgan, Uyg'urlarga vatandoshlik va mangulik iqomat berayotgan, o'zining iqtisodiy va ekonomik kuchini oid ajiz bo'lsa-mu, Xitoyga bekinib qolmay, ma'lum siyosatlar bilan Xitoydan foydalanib turib Xitoyga zarba berayotgan, mayli oshkora, mayli maxfiy jihatlardan bo'lsin Sharqiy Turkiston davosiga yordam berayotgan, bütün yeryüzündeki hech qanday davlat bizga qilmagan yaxshilikni qilayotgan bu Turkiyaga. Mayli iç ishlar bakanı bo'lsin, mayli dish ishlar bakanı bo'lsin, mayli Cumhurbaşkanı bo'lsin, Sharqiy Turkiston davosiga bo'lgan, Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashini ochiq-oshkora so'zlayotgan. Bizning ayrilmas qarindoshlarimiz bo'lgan, bizning ikkinchi vatanimiz bo'lgan Turkiya bilan Uyg'ur xalqini ayirib etishni nishon qilayotgan. Qarindoshlarning orasiga so'g'ishchilik silishga tirishayotgan. Turk xalqiga va Turkiya hukumatiga Uyg'urlarni sesib ko'rsatishga tirishayotgan. To'xtamasdan suiqasdlarni qilayotgan. Fitna fasodlar qilayotgan. Mana bu shunday vaziyatlarda biz cho'qim özümüzden meydanına iniq qilishimiz kerak, yiroqni ko'rishimiz kerak. Bu kishilarning qalayotgan Turkiyaning tillashlari, Türk millatining tillashlari hargiz bizga foyda kelmaydi. Albatta Turkiyada yashayotgan ba'zi qarindoshlarimiz o'zining hayotida ansirab, ba'zi bir yozmalarni yozgan bo'lishi mumkin. Yo'lliq bo'lgan, ilmiy bo'lgan fikrlarni o'tirib qo'ygan bo'lishi mumkin, gap so'zlar qilgan bo'lishi mumkin. Albatta bunga bizning haqqimiz bo'ladi. Albatta biz Sharqiy Turkiston xalqi nada bo'layli o'zimizning mavjudligini isbotlashimiz kerak, o'zimizni qo'llashimiz kerak. Ammo bu yo'lsizlarcha, nadallarcha, qirg'ularcha bo'lmasligi kerak. Qilgan so'zimizda, yozmamizda nəhayət inçikilik bilan, silıq sipoyilik bilan, siyosiy tillarni qo'llanish bilan qarindoshlarcha muomala qilishimiz kerak. Turkiyada bir Uyg'ur hamshirimizning o'qishmaslik bilan Tojikiston vasitasi orqali Xitoy qaytarilganligi uchun Turkiyaning Ichki ishlar bakanligi Uyg'ur xalqini kechirim so'radi. Bu hamshirimizni Xitoy qaytargan kishidan hisob so'raydiganligini, buni jazolaydiganligini media orqali ochiq-oshkora so'zladi ve ularni jazoladi. Hamda qaraydigan bo'lsak, Germaniyada Xitoyga qaytarilgan Uyg'ur qarindoshimiz bor. Dunyoning nurg'unlagan yerlaridan Xitoyga Uyg'ur qarindoshimiz qaytarildi. Dunyoning nurg'unlagan davlatlarida Xitoy bilan jinoyatchilarni almashtirish kesimlari tuzildi. Ammo shu o'zimizdan ansirganga o'xshash vatanimiz Sharqiy Turkistondagi millionlarcha qarindoshlarimizni ansirgan bo'lsak, millionlarcha qarindoshlarimizga ko'ngil bo'lgan bo'lsak, shularning hayotini qadrlagan bo'lsak,
Şularning tutkun kılganlığı üçün onumuzdan qurtup ketken bolsak, toxtamasdan qol-qollap bolgan bolsa nemiga yaxshi bolatdy? Agar Yevropadagi ba'zi bir qism kishilar Turkiyani haqoratlaydigan, qalaydigan, tillaydigan ish bolsa, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarni o'z alanida yashayotgan shu nochi davlatlarga Yevropalar epchi ketanglar. Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarga shu Yevropa davlatlari Uyg'urlarga ko'ngil bildigan yaxshi davlatlar viza bersin. Turkiyaga o'xshash Uyg'urlarga igi chiqadiganligini ochiq-oshkor e'lon qilgan, Xitoylarga topshirmaydiganligini ochiq-oshkor mayli televiziyalar bo'lsin ochiq-oshkor e'lon qilgan. Viza bergan boshqa bir davlat bormi? Butun dunyoda Sharq Turkistonliklarning qal'asi Turkiya bo'lib qoldi. Bizim Türkiye'den başka getirgen yerimiz yok. Türk halkı Türkiye'nin ilgileri, Türk hükümeti Türkiye'nin ilgileri, ular öy ilgileri. Biz bolsak mehman. Biz özümüzden mehmanlık hususiyetimizi sağlap kılışımız gerek. Hürmetimizi sağlap kılışımız gerek. Öy ilgisine kalaymakan tıllaş, hakaretleşmeden herkesin payı menfaat erişemeyiz. Yolluk şekilde, çıraylık şekilde, naziklik bilen özümüzden kıyınçılıklarını sözleş arkalık, emeli faaliyetlerimiz bilen özümüzün mevcutluğunu ispatlaş arkalık, Türk halkının hissdaşlığını kozgaş arkalık özümüzü qoğdayalışımız mümkün. Her zaman kılgan sözlerimizde yolluk, haqlıq bulaydı. Huduk kıldığımız tüpeyli, ciddileşkenlikimiz tüpeyli kimliği inaq bolgan kişilerge egişip, Türkiye'de yaşayatkan Uygurlarning hayatıga xavf yetkizip koymaydı. Belki Türkiye'de qargılaçı şikayet kılışları arkalık veya ki Xitayning suikast kılışları arkalık tutulup ketayotgan Uygurlar bolishi mümkün. Veya ki özünün telefonlarga, özünün alakalarga dikkat kılamayotgan har xil turdagi Uygurlar bolishi mümkün. Hemmemiz bilimiz Türkiye'nin chegarasida urush bo'lyapti. Allah subhanahu va taolo bütün Sharqiy Turkiston xalqini va bütün dunyodagi mazlum qarindoshlarimizni eng tez suratda qutqazsin. Hammamizni eng tez suratda hurlikka, mustaqillikka erishtirsin. Haq yo'lda mustahkam qilsin. Adaletli mo'min kishilardan qilsin. Ko'rishkicha aman bo'lg'aysizlar. Allohga emanet.